30 yoshli patsientimizni bitta muolajada 20 yoshli qilamiz. Birgalikda sizlar bilan muammolarini ko'rib chiqamiz. Patsientimizning muammolari kulganlarida burunlarini uchi tushib qolayotgan ekan, shuni hozir ko'taramiz. Burunlarini yig'amiz hamda mimik ajinlari tushgan ekan, frontalisda уже chizuvlar paydo bo'lishini oldini olish uchun hozir ularga ham muolaja qilamiz. Hamda patsientimiz qoshlarini uchi ko'tarilishini xohlayaptilar. O'zlari xohlaganda qoshlarini ko'tarib beramiz. Keyin bularda men ko'ryapman, nasabubni sifatida ko'ryapman. Hozir davo mышцamiz bilan mana shunday qilib ko'taramiz. O'zlarini объемlari bilan ko'taramiz. Patsientimiz yuzlarini, dahan sohalarini chiqazmoqchilar. Shunga mentalistga o'qib qilamiz. 30 yoshli patsientimizni 20 yoshga aylantiramiz. Muolajani boshlaymiz. Mana muolajamizni tugatib oldik. Patsientimizda уже rezultat ko'ryapmiz. Lifting ko'ryapmiz. Yuzlari tortilyapti, yaltiryapti. Bu muolajamiz yana 14 kun davomida ishlab boradi. Agar sizlarda ham mimik ajinlar bo'lsa, brilliya osilishlar bo'lsa, nasabubga tushgan bo'lsa, shu muolajaga yozilishingiz mumkin. Joylarni band qilish uchun direktdan murojaat qilinglar.